ketdik bo'ldi, xudo xolasa bugungi ekskursiyani sizlar bilan birgalikda o'tkazamiz. Ekskursiyani qayerda qilamiz? Bugun xudo xolasa sizlar bilan ekskursiyani Dinomizdagi eng kuchli bo'lgan kompyuter xonasiga borib, kompyuterlarni qanday qilib sozlash kerak, qanday qilib uni nastroyka qilish kerak, Windows qilish kerak, hammasini o'rganamiz. Qayerda joylashgan Dinoda? Mana sharda. O'zbegim to'yxonasining ro'parasida Afrosiyop. Qachib ikki og'iz suhbat qilaylik kameraga. Assalomu alaykum. Bugun xudo xolasa mana shu qizlarni ekskursiya qilmoqchiman. Kompyuter o'rganyapti ular. Xudo xolasa kompyuter o'rganyapti. Shunga o'zida Afrosiyop tagida ustaxona bor. Kompyuter xona. Shunga hozir bular borib bugun ishlar xudo xolasa borib kompyuterni ochib, ichida nimalar bor, qanday yig'iladi, qo'lni o'rganish kerak. Obzorda bu katta video. Shuni sizni ko'rib qoldik. Azakani videoga olib qo'ydik degani uchun. Yoshlarga nima tilaklar? Qiziqish bormi shu sohaga? Kompyuter sohasiga. Kompyuter sohasiga. Hammani qiziqishi bor-a? Ha, shunda hammasi. Qiziqishi bor narsa yaxshi-da. Misol biz ham blogerlik qiziqamiz, qila olamiz. Xudo shukr, Xudo beryapti. Sizlar ham harakat qilinglar. Ustozlar yaxshi ushlab, yaxshi o'rganib, soha bo'yicha muhimi tashlab qo'ymaslik kerak. Muhimi tashlab qo'yib erinib qolsa bo'lmaydi. Malades. Rahmat bosish kerak. Rahmat, malades. Hal ko'rishamiz xolos. Malades. Senga bir savolim bor-da. Shuncha kompyuterni o'rganding. Qaysi nimalarni o'rganding dasturlarda? Ozroq eshitmaysiz, sizdan savol javob qilaylik qani? Qarachi, qani bitta sizlar bilimlaringizni sinab ko'raylik. Bugun ekskursiya ekan. Asl kompyuterga parol qo'yish kerak, qanday qo'yiladi parol? Ctrl Alt Delete. Sen nusxa olish, nusxa tashlash kerak. Ctrl S, Ctrl V. Malades. Jadval ochish kerak HTMLda. Jadval ochish kerak? Taratadimi? Xo'p, sen menga ayt, HTMLda rasm qo'yish kerak dasturga. Image. URL. Agar rasm takrorlanib qolsa, background repeat, no repeat. Adashdim desam. Ctrl Enter bo'lar. Qani Shift Enter bo'lar. Ctrl Enter bo'lar. Biz mana shu yerga, xudo xolasa mana shu yerga ekskursiyamizni o'tkazamiz bugun. Kompyuterda ichida nima bor? Nimalar tashkil qiladi? Kompyuter qanday ishlaydi? Kompyuterda ishlash uchun nimalar muhim? Shu savollarning to'liq javob olasizlar va o'zlaring qiziqtirgan savollar bo'lsa ham bemalol tortinmay beraverasiz. Tushunarlimi? Tushunarlimi? Sizlar Assalomu alaykum. Assalom. Rahmat sizlar. Siz oldingizga endi ikki og'iz bolalarga ozroq ma'lumot berish maqsadida olib keldim. Ekskursiya. Juda yaxshi. Ish jarayonida qiziqarli savollar bo'lsa, aytib savol berasiz sizlarga ham. Sizga savollar bor. Ha, bizga savol beringlar. Marhamat. Bo'ladi. Tuk yetkazuvchi qism, asosiy qism. DVD-ROM, oldi tomondan qaratsak bo'ladi, yon tomonni ko'rsatamiz. DVD-ROM keyin xotira SSD. Bizning SSD xotiramiz. Vibraton brendidan. Endi cooler. Cooler nima uchun kerak? Asosiy yurak toshni sovutish uchun. Bunga i3 12-pokoleniya tosh qo'yilgan plata, H610 plata.
har bitta platani o'ziga tushadigan toshi bo'ladi. Masalan, H610 ga 12, 13, 14-pokoleniya, 3 ta pokoleniyada tosh tushadi. Ya'ni i3, i5, i7, i9 protsessorlar. DDR4 operativka. Platan o'zi DDR4 bo'lgani uchun DDR4 hisoblanadi. Endi qaraydigan bo'lsak, videokarta sloti. Videokartaga 10-seriyadan, ya'ni 1-seriyadan to 5-seriyagacha xohlagan videokartani qo'yish mumkin va PCI 4.0 nuqtasi. Bunga nimalarni o'rnatsak bo'ladi? Akalaringga hozir bitta savol beramiz. Shonazor aka, avvalambor rahmat sizga shunchalik vaqt ajratib e'tibor qilyapsiz. Birinchi savol sizga, ana shu kompyuter sohasini yaqin yillarda qanchalik biz uchun, xalq uchun, jamiyat uchun o'rnini oz bo'lsa ham aytib bera olasiz? Hali kompyutersiz hech narsa bo'lmaydi. Yani demoqchimanki, doktorxonalardagi har bitta apparat kompyuterga bog'lanadi. Birorta qism kompyutersiz yo texnikasiz bo'lmaydi. Bu kompyuter deganda siz faqat kompyuterda dunyoqarashda misol qilmangki, bu yerda telefon, texnika hammasi kompyuterda chekiradi. Nima? Chunki deganda u tizimlashtiriladi. Qaysi qancha vaqt yonadi, qachon o'chadi, masalan, oddiy muzlatgichda ham yoki duxovkani ham qo'yadigan bo'lsak, o'zining o'chish minutlari bor. Kompyuterda bu yerda, ya'ni sizlar ishlayotgan joyda qanaqa xizmatlar ko'rsatiladi? Kompyuterda bizda xizmatlar Windows qo'yiladi. Birinchi. Har qanday programma yoziladi. Kompyuter. O'yin dasturlari ham yoziladi. Keyin teriladi, noldan yig'iladi kompyuter. Demak, eng nozik savol, hammani qiynaydigan, hammani qiziqtiradigan savol, bitta Windowsda, ya'ni bitta dasturni kompyuterga qanchaga o'rnatasiz va o'zingiz kunlik eng minimum qanchadan maksimum qanchagacha daromad topasiz? Endi shunday vaziyat bo'lgan, avvalo Alloh bergani. Bitta kompyuter Windows 50 ming so'm. Ya'ni hamma narsa qo'yib beriladi ichida. Bir kunda minimalni 100 ming so'mdan $100 topgan kunlarim bo'lgan, o'zim hisoblaganim. Kunlik. Rahmat shunchalik bizga vaqt ajratganingiz uchun. Ular xayrlashib qo'yinglar, rahmat aytib qo'yinglar. Yigitlar, yaxshi o'qinglar. Xudo xolasa kelajakda sohaning eng yaxshi mutaxassislari bo'linglar. Xudo xolasa.